Akalar, srochniga Bestun T55 yangi holatda saqlangani 2023-yil 80 ming probegidagi oppag'i kelib qoldi. Kraskalari top-toza, olinganiga ham hech qancha bo'lmagan. 4 ta yangi balonni 400 dollarga olib taqib qo'yganman deyapti egalari. Undan tashqari propan balonni to'dim. Bir hafta ham bo'lmadi. Adashmasam 3 kun bo'ldi dedilar. Propan balon kattasidan taqib qo'yganman deyaptilar. Sotuvga kelib qoldi. Juda ham arzon narxga. Bunaqa Bestunlarni bunaqa narxda topa olmaysiz. Salon holatlari ham juda ham ideal akalar. Mashinamizni olganlarga 17 ming dollarga olgan ekanlar. 4 ta balonga 400 dollar, 800 dollar propan balonga sarfladim dedilar. 1200 dollar sarf qo'yganman, lekin hozir srochni pul kerak bo'lgani uchun bir hafta bo'ldi olganimga. Meni shu olgandim. Juda ham rasxod qildim dedilar, lekin srochni pul zarur bo'lib qolgani uchun sotib yuboryapman deyaptilar. Akalar, bu Bestunni olgan narxlarga, ya'ni 17 ming dollarga berib yuboradigan bo'lyapmiz. Tez bunaqa inomarkalarni o'tkazib yubormaslik uchun Inomarka Navanganga a'zo bo'lib, inomarka qidirib yurgan, arzon inomarka qidirib yurgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying.